Assalomu alaykum. Men intim gel haqida ko'pchilik so'ragan ekan, shuning uchun ma'lumot bermoqchiman. Intim gelni har xil gulliklari bor. Bunaqa idishligi ham bor, bunaqa paketligi ham bor. Bunga nisbatan, idishligi nisbatan arzon. Buni olsangiz, agar sizda bunaqa idishingiz bo'lsa, bemalol bundan zakaz qilib, butini kesib, ichiga solsangiz bo'ladi. Ichi bir xil. Faqat bunaqa ko'rinishda arzonroq varianti. Idishingiz yurmasa, bunaqa idishlikdan olasiz. Keyingilariga bemalol paketlikdan zakaz qilsangiz bo'ladi. Intim gel ko'pchilik ishlatmas ekan. Intim gel juda ham foydali. Ichida sovun yo'q. Maxsus intim zonani yuvish uchun ishlab chiqarilgan 100% tabiiy, halol. Bu har xil noxush hidlarni bartaraf qilib beradi va vijilenalarni oldini oladi, shamollashlarni ham oldini oladi. Buni obязательно ayollarimiz, qizlarimiz ishlatish kerak. Mana bemalol butini kesasiz va bu idishga solasiz. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hidi shunaqangi приятный. Buni aloyligi ham bor. Hozirda sotuvda aloyligidan bor. Aloyligi juda ham foydali.